Qarang, Kimga oldingmi? oyimga. Oyimga degan. Ye, assalomu alaykum. Voy. Va alaykum assalom bolajonim, yaxshi keldingmi? Yaxshi o'tiribsizmi? Ishlaringda charchamadingmi bola? Rahmat ona. Nimalarni ko'tarib yuribsan? Ha, keldingiz yetuvdi. Nevaralaringizni qishki kiyimi, oyoq kiyimi yo'q ekan. Shularni bugun olib keling dedim. Ha, yaxshi, baraka topgin bolam. Kirib nevaralarimni xursand qilgin keltirib. Ha, hozir. Ha, bolam, aytgancha, ozgina pul kerak edi-da, puling yo'qmi? Ertalab ketayotganimda pul olgandim. Ha. Shu hamma narsani olib pulim qolmabdi-ya. Ha, mayli. Bir amallarmi? Ha. Assalomu alaykum. Ha, ona yaxshimisan? Mana aytgan narsalaringni hammasini olib keldim. Bolalarga kiyim-kechak, oyoq kiyim. Senga ham oldim. Yaxshi. Ha. Qarang. Chiroylimi? Ha, zo'r-ku. Kimga oldingmi? Oyimga. Bugun oyligimni olgandim. Xuddi shunaqasini olaman deb orzu qilib yuribdilar. Mana, sotib oldim. Ertaga sovg'a qilaman. Oyimga degan. Ona, hayolimni qarang. Boya pul so'raganingizda pulim yo'q dedim. Va pulim bor ekan cho'ntagimda. Ha. Ona, mana, oling. Oy, bolajonim. Hammasini oling. Yo'q. Mana shuni o'zi yetadi. Qolganini solib qo'y cho'ntagingga, o'zingga kerak bo'ladi, bola. Ona, o'zi pul sizga nima kerak edi? Ah, bolam, shu oyoq kiyimingdan suv o'tayotganini ko'rgan edim. O'shanga senga oyoq kiyim olib bermoqchi edim. O'zingga olgin desam, hech olmaysan, o'zingdan pulni ayaysan. Shuning uchun ertaga do'konga chiqib senga oyoq kiyim olib kelmoqchi edim, bola. Shunga kerak bo'ldi. Ha, onami. Shu yoshga kirsam ham meni o'ylaysiz, onajon. Voy bolajonim. Meni tushunmaganimni qarang. Nechiga kirsang ham men uchun bolasan. Ilohim, umringiz uzoq bo'lsin, ona. Hammasi siz duolaringiz bilan.